Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar. Bizni muntazam ravishda kuzatib borayotganlar, sizlarga juda ham katta rahmat. Ishlarimizni qo'llab-quvvatlab, layklarni bosib, kommentariyalar yozib qoldiryapsizlar. Kanalimizda yangi bo'lganlar, sizlardan iltimos qilamiz, yana bir bor layk bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mana shu darvozalarimizni kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimdir darvoza qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, mana shu videolarimizni ulashib qo'yinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, voha tomonlarga kelishilgan holda. Hurmatli aka-ukalar, bu darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Bu darvozamizda profillari, stoykalari 10 ga 5 shivillar bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena, listlarimiz 2 lik bo'ldi. Zamoklarimiz 80 sm ochiladi. Eshigimizni alohida zamoklarimiz Islom Ustoz kanalida telefon qilganlarga 10 spalda mana zo'r zamok o'rnatib beramiz, hurmatli aka-ukalar. Darvozamizda tepa holati 60 sm joyi ochilmaydi, undan bu yog'i pasti ochiladi, hurmatli aka-ukalar. Agar kimga bor bo'yiga qilib ber desalaring, bor bo'yiga qilib beramiz yoki shunday qilib tepasiga setka qilib millilikka urg'u berib, chiroyli qilib setka qilib beramiz. Darvozamizni ko'rib turibsizlar, dizaynni juda ham oddiy va skromli chiqdi, hurmatli aka-ukalar. Juda ko'pchilikka yoqadi mana shu fasonlar. Ham modadan qolmaydi-da aka-ukalar. Modadan qolmaydi. Kraskalarimiz mokr asfalt, matviy kraska bo'ldi. Kraskamiz ham holatini ko'rib turibsizlar. Juda ham qalin va chiroyli sochilgan. Mashina o'tadigan qismi ham shivillar bo'lgan. Eng tepasi 8 ga 4 bo'lgan. Bu darvozamizni Beshariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Tovul qishlog'iga. Kvadrat metri 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan yonini, ikki yonini, tagini shivillarli qilib 850 ming so'mdan qilib beryapmiz ikkilik listda. Agarda ikkala yoni 8 bo'ladigan bo'lsa, kvadrat metri 800 ming so'mdan chiqadi. Orqa qismini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsak, darvozamiz. Orqadan qulplab qo'yadigani bor. Alohida bir zamogimizni. Mana orqa holati juda ham skrom va sirliq chiqdi. Ko'rib turibsizlar, orqa holatini ham juda ham ideal holatda. Qoshiq-moshiqlari ham zakaznoy, polniy katagondan qo'yilgan, ko'rib turibsizlar akalar. O'rtamiz sentr zamok har doimgidek tepadasi bittada ochiladi. Mana ochilgan holati aka-ukalar. To'shni o'rniga o'rnashdi. Mana ochilish holatini ko'ringlar. Mana shu ko'rinishda chiqadi, mana ochilgan holat. Ana shunday. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom Ustoz sizlarning xizmatlaringda akalar. Mana o'rtamiz sentr zamok bittada mana baholasi yopiladi. Ana aka-ukalar, iloji boricha sizlarga ma'lumot qilib tushuntirib berdim. Agarda tushunmagan joylaringga ana shu ekrandagi nomerlarda telefon raqami bor. Islom Ustoz Telegram, WhatsApp bemalol murojaat qilaverasizlar. Safarda yurgan aka-ukalar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Videolarimizda, darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda to'ldirib ketamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa yana bir bor laykni bosib qo'yinglar.